Heyo, salom do'stlar, sizlar bilan Nemesis kanalida uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun esa biz yana bir yangi o'yinda Kuba mamlakati bo'lib, butun mamlakatlarni qo'lga kiritamiz, barchasini o'z nazoratimizga olamiz. Shunday gaplar bilan sizlar bilan juda katta ishlarni qilishga harakat qilamiz. Lekin hozir kanalimizga obuna. Albatta bundan ham qiziqarli kontentlarni tomosha qilasiz meni kanalimda. Albatta bunga va'da beraman va sizlarni kuttirmagan holda o'yinni sekingina boshlaymiz dedim. Iflos nega boshlanmayapti? Biroz qatib qolgandek tuyuldi. Hech qisi yo'q. Mayli, davom etamiz. Aytgancha o'yin nomi World Conqueror Tornaqlar Varmudi. Uni Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Telegram kanalim silkasi esa profilimiz sahifasida turibdi. Va hozir biz mana bu sotsialistik Kubani yo'q qilib yuborganimizdan so'ng kapitalist deganim sotsialist o'zimiz-ku kapitalist cho'chqalarni yo'q qilamiz va Kubani kommunizm, ya'ni qizil rangga bo'yaymizda mana bu Havana shahridan Mayamini bombalab turib, o'sha yerga desant tashlashga harakat qilamiz. Meni masalan planlarim shundan iborat. Xo'p, generallarni joylashtiramiz va biz bu o'yinda faqat 5 dona generaldan foydalanishimiz mumkin. Uju betda 2 ta borligi uchun o'zimizda bor yo'g'i 7 ta general bo'ladi. Bor yo'g'i deyman, 7 ta generalni ham. Xo'sh, agar biz bu maqsadlarimizga erisha olsak, juda yaxshi bo'lib ketardi. Bu yerga esa artilleriya joylashtiramiz generali bilan. Artilleriya generalimiz juda kuchli, ko'rganingizdek, ancha zo'r zarba bera oladi. Menimcha hammaga xavf tug'dira olishi mumkin va bu yerda biz Kongoni ag'darishga yordam beramiz. Mayli, Kongoni ag'darishimiz yaxshi, chunki biz endi iloji yo'q, o'yin bizga kimni dushman qilib bergan bo'lsa, o'shani yo'q qilishga majburmiz. Hech qanday qo'zg'olonlar ko'tara olmaymiz. Mana bu generallarni joylashtirib, endi buni kuchini sizlarga ko'rsataman. Nima endi bu, bro? Nima endi, zaiflashib ketdingmi? Mayli, endi hayajonlandim-da, sizlar to'g'ri birinchi ko'rinyapti. Mana endi tankchimizdan ko'ramiz, tankchi yaxshi jang qila oladimikin? Mana bu tankchi hayajonlanmasga yaxshi o'qigan ekan, maktabda. Shuning uchun zo'r jang qilyapti. Piyodalarimiz endi piyodalarga general shart emas, piyodalarga generalda foydasi ham yo'q. Xo'sh, mana frontni ko'ryapsizlar, Yevropada qattiq janglar bo'ladi. Keyingi navbatga o'tsam, qattiq janglar bo'ladi. Generallar bosib yotibdi, qo'shinlar bosib yotibdi. Ana past Afrikani pastida ham katta qo'shin, katta flot bor ekan. Mana u Afrika va Yevropada katta qo'zg'olonlar bo'lyapti, lekin biz sekingina Amerikani yo'q qilib qo'ya qolamiz. Sizlarni bilmadim o'ylayman, menimcha Turkiya tezda yo'q bo'lib ketsa kerak, chunki Turkiyani mana bu Bursa, İzmir shaharlari va yonidagi bitta shaharning joni ketgan. Mana bu yerdagi bitta general esa ketyapti, Turkiyani qayerga ketyapti. Tushunib bo'lmayapti. Sun'iy ko'ramiz endi nima bo'lishini. Hayot hal qiladi. Hayot hal qiladi deyman. Endi sun'iy intellekt ba'zan yaxshi ishlaydi, ba'zan yomon ishlaydi. Endi bilib bo'lmaydi u qanday ishlaydi, qanday ishlamaydi. Mana navbat o'tdi. Ikkinchi navbatda o'sha bizda mana bu shaharlar qo'lga kiritildi. Mana bu artilleriya uramiz. Yaxshi. Bo'ldi. Mana Havana shahrini qo'lga kiritamiz va Mayamining portini olib qo'ysak, bular bizga yaxshi qarshilik ko'rsata olishmaydi dengizdan. Menimcha Amerikada ko'p qo'shin yo'q, hammasi naqaga ketgan, nima deydi? Boshqa mamlakatga ketishgan. Yaponiyada ko'pi bor, Yevropada ko'pi bor. Bizni hisobga olishmagandir. Mana generalni ham portlatib yuborsak yaxshi bo'lardi-yu, lekin nimagadir bizda neft qolmadi. Neft buta kam qolyapti nimagadir. Ko'ramiz. Mana bu shaharni qo'lga kiritamiz. Mana ko'rasizlarmi? Tank generalni foydasi shuda. Zo'r zarbalar beradi. Mana 487, 501, aslida 405. Mana artilleriyamiz ham yaxshi. Mana 117, 370, 37 orqasidagi shahar uchun berildi. Endi bu piyodalarimiz 75 bo'laveradi. Xo'sh, mana bu shaharni ham qo'lga kiritsak bo'lardi, Ispaniyadagi. Sizlarga
planlarimni tushuntirib o'tsam, men Amerikani ikkiga bo'lib qo'ymoqchiman. Shunda ular bir-biridan resurs olisha olmaydi va oxiri tamom bo'lishga mahkum bo'ladi. Ko'ramiz, o plan o'xshaydimi yo o'xshamaydimi? Ko'ramizda endi. Mana birinchi mamlakat liberallashtirilgan qaysidir davlat yo'q bo'lib ketdi. Menimcha Yaman bo'lsa kerak. Bilmadim, komment yozib ketinglar qaysi mamlakatligini, to'g'risini aytsam bilmadim, tanimadim. Bilganlar yozib ketishlari mumkin. Xo'sh, bizning boshqa mamlakatlar menimcha yo'q ketmadi. Bitta mamlakatdan ayrildik uje. Mana u ko'pga olishibdimi? Orqaga chekintiramiz, artilleriyani qo'yamiz va uje Miami vafot etdi. Miamidan arsalan qolmadi. Neft kamda, qandaydir neft kam. Neft umuman yetmayapti. Joni ham ozgina qoldi tank. Neft uchun biz bo'lmasa mana bu neft qazib oluvchilarni yo'q qilib yuboramiz. Karib nuqtasidagi barcha neft qazib olishlarni o'zimizni ixtiyorimizga olsak yaxshi bo'lib ketadi menimcha. Xo'sh, mana buni shaharni ham qo'lga kirita olmayapmiz ikkita navbatdan beri neft yo'qligi uchun. Nima bu hayot bilet. Mayli, chekinmaymiz. Mana bu Afrikada muhim ishlarimiz yaxshi ketyapti. Afrikada 3 ta shaharga ega bo'lyapmiz. 3-shaharimizni qachon olamiz? 3-shahar ham olgimiz keladi bizni ham. Mana 3-shahar olindi va artilleriya bilan ularni pachoqlarini chiqarib tashlaymiz, qo'shinlarini, qo'maydi qo'shinlari mana. Amerika qo'shinlari Afrikadan quvib chiqarildi. Mana Kongoni bunkerini ham yo'q qilib yubordik. Amerikaning so'nggi qo'shinlari vafot etdi va biz 3 ta shaharga asos soldik. O'sha 3-turimda bizda 5 ta shahar bo'lyapti. Hozir mana bu mamlakatni tekshirib ko'ramiz. Bu qaysi mamlakat bo'ldi? To'g'risini aytsam bilmayapman. Hozir qaraychi. Germaniya Federativ Respublikasi, boshqa Afg'oniston, Nepal, Falastin va boshqa mamlakatlar. O mamlakatni to'g'risini aytsam topa olmadim yoki e'tibor berishga harakat qilmadim. Agar siz ko'rgan bo'lsangiz, bemalol komment yozib ketishingiz mumkin. Hamma ham bilsin. Sizlar faqat bilolmanglar, eslay qolmanglar. Hayotda yaxshilik qoladi deb qo'layman, hazillashyapman. Lekin yozishlaring mumkin. Va o'zi Kongo Demokratik Respublikasi yo'qolib ketdi, la'natlar. Kapitalistlarning bittasini ham ayrildik, uni biz yo'q qildik. Menimcha shaharni egallab olgan bo'lsa kerak, qizilvachchalar, qo'zg'olonchilar. Shu bilan Kongoga yakun yasaldi. Endi bilamiz qaysi mamlakat yo'q ketarkin ko'raylikchi. Agar yo'q bo'lmasa, yana bitta yo'q. Yaman yo'q bo'lib ketdi. Xo'sh, yana kim bor? Yo'q bo'lmaysizlarmi? Yo'q bo'lishmadi. 3 ta mamlakat yo'q bo'lib ketdi 4-turim davomida. Va hozir bu yerga va nihoyat Respublika Kuba 4-mamlakat yo'q bo'lib ketdi. Bulatdi generalimiz vashku. Qani desant o'zi Amerikadagi birinchi mamlakat. Bo'ldi. Amerikaga kirib keldik, bo'ldi. Hech nima emas. Amerikaga kirib kelgan bo'lsak, ag'ani hal qilish la'nati minaga tushib qo'ydim. Hech nima emas. Hech nima qilmaydi. Bu qo'shinlarni esa neftlarni egallashga sarflaymiz, chunki bizda bilasizlar neftimiz yo'q. Bizning neftimiz nimadir kam tushyapti. Oldin o'ynab ko'rdim bu o'yinda, lekin neft yaxshi tushyapti, lekin nimagadir bu safar neft juda kam bo'lyapti. Mana bu shaharni bular bilan qo'lga kiritib olamiz. Sekingina mana bu Italiyadan, Ispaniyadan olib qo'yamiz. Ispaniya qanaqadir bayrog'i boshqacha, balki imperialist ispanlardir, tag'in bilmadim. Hop, bularni endi yugurtiramiz. Yoki Marokash yoki Liviyani qo'lga kiritishimiz kerak. Biz bu yerga qo'shinlar qo'yib ko'ramiz, chunki qo'shnimizda dushmanlar bor. Balki kelib qolsa ularga yaxshigina qarshilik qilamiz. Efiopiya, ya'ni dushmanimiz Somaliya bilan urushyapti. Mana bu Italiyadagi neft konlari bilan Gibraltardan bostirib kiramiz-da. O'sha yerdan keyin to'g'ri Madrid shahriga boramiz va u yerni ham egallab olishga harakat qilamiz. Sharoitlar menimcha hozir unchalik yomon emas desak bo'laveradi. Xo'sh, ko'ramiz nima bo'lar ekan, nima bo'lmas ekan. E'tibor berib ko'raveraylikchi. Nima bo'lishini ko'ramiz. Mana sizlarga o'zim planimni aytmoqchiman. Mana bu Megasosis, Atalanta, Kansas, Chicago va
yana bir shahar bilan shu shaharlarni qo'lga kiritib biz Amerikani ikkiga bo'lib tashlashimiz mumkin. Shunda biz ularda bir-birlariga nisbatan yordam berishini to'xtatamiz va hammasi yaxshi ketadi. Lekin la'natlar, SSR Vladivostokni berib qo'yibsan-ku ahmoq, men bitta harakat qilyapman. What the fuck? Mayli, chalg'imaymiz, muhimi g'alaba qozonamiz biz. Taslim bo'lmaymiz, ittifoqchilar naqadar kuchsiz bo'lmasin. Mana imperialist Gretsiya ham yo'q ketdi, imperialist Eron ham yo'q bo'lib ketdi. Уже ikkita imperialist mamlakatdan ayrildik. Qani keyingi o'rinlarda qaysi mamlakatdan yo'q? Mana Kolumbiya ham yo'q bo'lib ketdi. Kolumbiya u ham yo'q bo'lib ketdi. Endi o generalga qarshi general. Senga hozir juda katta va kuchli raqibni qo'yaman. Kutib oling. Bizning faxrimiz, nemislarning ham faxri, dengiz cho'l tulkisi Ervin Rommel bo'ladi. Senga qarshi juda katta raqibni joylashtirdim. Kanadaning generali. Kanadani kimsan yoki Amerikaniki? Ayt. Biz yerda mana bitta mudofaalashtirmasak bo'lmaydi. Mana u orolchamizga kelib zeriktirishda odamlar hujum qilaveringlar. Biz taslim bo'lmaymiz hech qachon. Shu neft kam bo'lyapti nimagadir. Neft kamayib ketyapti, neft. Balki mana bu nimadir qilsak bo'lar. Mana yurib olaylikchi, keyin bir qator o'ylashamiz. Nima qilsak bo'ladi, nima qilsak bo'lmaydi. Bir qator xulosalarga kelamiz. Ko'ramiz nima bo'lar ekan. Biz mana u portdan chiqmay yo'qolib ketsa kerak. Balki nimadir qurishimiz kerakdir. Bu yerda mana u neft ishlab chiqaruvchi bor-ku. Ko'ramiz nima bo'ladi. Xo'sh, endi yasab ko'ramiz. O ish berdi. Mana bu 6 ta neftimiz 106 taga aylanib qoldi. Yaxshi. Mencha bu yerdan neft sotib olsak kerak, har o'rinda qanchadir pul miqdorini berib. Bo'lishi mumkin. Kimga arigi oldimizdagi qo'shlarimiz bilanmi bilmadim. Xo'sh, ko'ramiz. Voy, Turkiya yo'q bo'lib ketdi. Turkiya yo'q bo'lib ketgani biz uchun albatta yaxshilikka. Xo'sh, endi Vladivostokni qaytarib olishdi-yu. Malades. Sizlar so'kish kerakmi? Biz harakat qilib Gretsiya qirolligi yo'q ketdi. O'tgan safar demokratik Gretsiyani o'zi yo'q ketdi. Men yaxshi ko'rmabman, demak. Shoshilinch bo'lyapti. Nima endi shoshilasan, biladi. Mayli. Tez qaytarish kerak. Mana bu Peruning suvosti kemalari kelyapti. Suvosti kemasiga qarshi suvosti kemasi. Mayli. Ervin nima edi? Kayfiyat tushyapti. Hali general o'lganiga nima edi? Kayfiyat tushib ketdi. Nimagadir kayfiyati yo'q. O'ta tushib ketgan edi. Balki unda qanaqadir skilli bordir, kayfiyat tushiradigan. Bo'lishi mumkin-ku. Xo'sh, endi mana bu Atalantani qo'lga kiritgandan keyin menimcha videoni yakunlasam kerak. Mana o'sha Atalantani qo'lga kiritishga yaqin qoldik. Bu yerni desant tashlab bo'lmas ekan, mana uni tushirib ko'raylikchi. Qurban bo'lmas ekan aeroport yaxshigina. Yomon. Xo'sh, endi nima qilishimizni ozroq o'ylab ko'raman. Bu yerdan neft konlarini egallaveraylikchi, birga bo'lib qolar endi. Xo'sh, balki o'zimizni poytaxtimizdan tashlasak bo'lar, u yerga paraplan turib bo'lar ekan. Mana nihoyat. Video sizga ma'zur kelgan bo'lsa, videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishingizdan chiqmasin va shu yerda to'xtab qolmaymiz. Agar yaxshi videolarimizni like yig'adigan bo'lsa, ikkinchi qismini ham chiqaramiz. Hammaga xayr, ishlaringizni rivojini bersin.